Onamning onaligiga bir vaqtlar hayrat bilan qarardim. Endi esa uning buvligiga qarab yanada chuqurroq hayratdaman. Ba'zan o'ylab qolaman. Qanday qilib bir inson qalbida shuncha mehrni sig'dira oladi? Qanday qilib ham farzandiga, ham nabirasiga birdek iliqlik, birdek mehr bera oladi? Farzandiga suyanch bo'lgan, nabirasiga yelkadek bo'lgan, hamisha mehrdan charchamagan bir qalb. Biz ulg'ayganimizda ham bizni qo'yib yubormagan. Nabiralarni ham o'zini bolasidek sevgani bu oddiy narsa emas. Bu haqiqiy mehr. Haqqini hech qachon ado eta olmaydigan yagona insonim o'zingizsiz onajon. Chunki siz bergan mehr ikki avlodni ham o'rab turibdi. Nabirangiz uchun esa siz shunchaki buvi emas. Siz uni bolaligiga rang, qalbiga iliqlik, xotiralarda esa eng chiroyli iz qoldirayotgan insonsiz. Boringizga shukr. Sizni juda qattiq yaxshi ko'ramiz.